Oshxonada doimiy yordamchilarim bu qaynosinalarim edi. Endi esa yangi yordamchim bor. Hozir ochib shu qurilmaning o'zida katta oilaga kechki ovqat tayyorlaymiz. Retseptlar kitobchasi ham bor. 1 yillik kafolati ham chiqdi. Yig'ilishiga kelsak, o'ylaganimdan ham oson. Avval go'shtni maydalab ko'rdim, juda mayin va bir xil chiqyapti. Bo'lsa nasatkasini ham sinab ko'rdim. Uy sharoitida bunaqa oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Мясорубкani nasatkasini o'zgartirib, pitsa qilishga tushib ketdim. Hamma mahsulotni bir necha soniyada maydalab berdi. Eng yoqimlisi tovushi esa asabga tegmaydigan juda ham yumshoq. Ular uxlayotganda ham ishlatsa bo'ladi. Eng yoqqan nasatkam esa qirg'ich. Pishloqni bir zumda maydalab berdi. Endi alohida qirg'ich, pichoq va taxtacha chiqarish shart emas. Farshdan esa juda ham yumshoq va sochli kotletlar tayyorladim. Pizzamiz ham pishib qoldi. Siz ham oshxonada vaqtingizni tejamoqchi bo'lsangiz, xarid qilgan 2 vodno мясорубкani Uzum Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Mani promokodim orqali siz uchun chegirma ham bor. Tasavvur qiling, ikra yopish jarayonida qanchalik foydasi tegadi. Katta oilaning kechki ovqati tayyor. Kelinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, shu mahsulot kerak bo'lgan odamlarga jo'natib qo'ying.